Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Savob qandaysiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Baxtmisiz? Ahvolingiz yaxshimi? Xabaringizni. Ushbu kun tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Shu ahli oilalaringiz nomidan tabriklaymiz. Qalbingizda manaki yaxshi niyatlar, tilaklar bo'lsin. Farzandingizga yeting, umringiz uzoq bo'lsin. Shu farzandlaringizni, nabira qizlaringizni hammalarni orzu havasini ko'ring. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu xolamizdan qo'sha qarib pir bo'linglar, shu farzandlarni, nabiralarni hammasini orzu havasini ko'ring. Shu musofirda yurgan barcha farzandlarimizdan, shu yerdagi opalarimiz, yangilarni nomlaridan tabriklaymiz. Shu tabatlarimizni qabul qilasiz. Buning ichidan mana joynamoz, Qur'on kitob, tasbih, obi zamzamlar bor, shuni qabul qilasiz. Mana bismillahirrohmanirrohim, tayda joynamozlari bor. Mana chiroyligina, yaxshigina joynamoz, ularni qabul qilasiz. Ularga ham ishlariga rivoj bersin deb duo qilasiz. Xo'p, prosesda mana jannatni onam degan gulni qabul qilasiz. Farzandlaringizni, ahli oilalaringizni undan tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Qo'shganingizdan qo'sha qarib, taomdan bir bo'linglar, nabiralarni, bolalarni orzu havasini qilinglar. Shu ahli oilalaringizni undan tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin. Opalarimizni tabriklaymiz. Hozir endi hammani davraga taklif qilamiz, bir chiroyli qo'shiqlar o'ynaymiz. Qani kelinglar.
bekorim davrda. Rahmat, qatana bo'lsin. Yaxshilikni qo'lim tutgan sarvonlarim, yomonlikni yo'lin to'sgan karvonlarim, bolasiga baxtni tutgan mehribonlarim, bolasiga baxtni tutgan mehribonlarim, ey otam davlatim, onam jannatim, otajonim davlatim, onajonim jannatim. Shodliklarga to'lsin davr-davonim, yomon ko'zdan o'zing asra Allohim, ey yomon ko'zdan o'zing asra Allohim, ey otam davlatim, onam jannatim, otajonim davlatim, onajonim jannatim, otam davlatim, onam jannatim, otajonim davlatim, onajonim jannatim. Rahmat, salomat bo'linglar, salomat bo'linglar, salomat bo'linglar.
Aman vaqti hayotimda o'ynamaganlar xafa bo'lmayman. Shodliklarga to'lsin davranim. Yomon ko'zdan o'zing asra Allohim. Yomon ko'zdan o'zing asra Allohim. Otam davlatim, onam jannatim. Otajonim davlatim, onajonim jannatim. Otam davlatim, onam jannatim. Otajonim davlatim, onajonim jannatim. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Sening mehring ular ko'ngil to'rida saqlaganlar kim? Ulardan boshqa birovdan bu koshonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Hayal qilsang kutib ostonani teshgay ular ko'zi. Ular ketganda bu yangliq zor ostonang topilmaydi. Unutma avvalo ota-onang holini so'rmoqning. Juda bo'lgach o'zing yoqlashga bahonang topilmaydi. Molu davlatni topgaysan, ota onang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Keyin bunday noyob gavhar durdonang topilmaydi. Amin. Roma yüzga kirsin, bala şapkalar, meyvelerini baktığa oynab kulüp yürüsün. 100 emas, 100 yıllıkka kiraydi. Amin. Amin. Amin.
Nevarani baxtini ko'ring. O'g'illar eson-omon, sog'-salomat yana bag'ringizga kirib kelishsin. Birgalashib mana shunday o'tiraylik. Allohu akbar. Shu shuncha hojona qanday duo bering. yuzga kiring, hojona aka loyingizga kiring, sog' bo'ling, salomat bo'ling, qo'sha qaring, xudo sog'lig'ingizni bersin. O'g'il qizlarni, nevaralarni orzavasini ko'ring. Hamisha to'rida o'tiring, to'ylarda bo'ling, bosh bo'linglar. Mana endi namozni boshlang, hajlarga xudo sizga ham nasib qilsin. Nima niyatingiz aylaning. Paytda yana hammamiz birgalikda kutib olaylik. Xudo bolalaringiz ishlarini omadini bersin, tani joni sog' bo'lsin, hajga jo'natishga harakat qilsin, namozni boshlaylar. Xudo dillaringga solsin, bizga o'xshab hajlarga borib kelinglar. Amin. Va har bandani hajga yetkazsin, nima niyati bo'lsa niyatlariga yetkazsin. Topganlari hamisha mana shunday yaxshi kunlarga yetkazsin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika. Allohu akbar. Aytganingiz kelsa. Shu rahmat. Salomat bo'ling xolajon. Shu musofirda yurgan farzandlaringiz hammalari umrlari uzoq bo'lsin. Ular ham sog' salomat oilalarda, farzandlarda, ota-onalar bag'riga yetib kelsin. Dunyodagi barcha ota-onalarimiz sog' bo'lsin, baxtimizga omon bo'lib duo qilib yursin doim. Salomat bo'ling. Xola, o'g'lingizga ham bir duo qilib qo'ying. Moskvadagi yurgan farzandlaringizga ham. Sog' salomat, rahmat shuncha tashkil qilganlariga, balalarimni hurmat qilganlariga umri uzoq bo'lsin, ishlarini omadini bersin. Sog' salomat bo'lsin, balalar chaqasini oldiga kelsin, sog' salomat. Iloyam ishini omadini bersin, iloyam sog' bo'lsin, salomat bo'lsin balalarim. Balalarimni havasini ko'rsin, Xudoyam. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, kirib kelsin, sog' salomat. Aytganingiz kelsin. Amin. 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 Allohu akbar. Ey rahmat, salomat. Salomat Salomat bo'ling.